Updaterning asosiy vazifalari nimalardan iborat? Updater основной ish o'sha nima vaziyat bo'layotganini brokerga xabar berib turish. Kurslarimiz haqida o'zingizni qisqacha fikringizni bildira olasizmi? Ikkita joydan intervyudan o'tganman. Уже menda motivatsiya boshlangan. Sizning ingliz darajangiz qanaqa? В основном hozir speakingdan qiynalyapman. Nolvoy angliskiy bilan bu ishda ishlash umuman iloji yo'q. Misol uchun ishni tashlab ketgan paytlaringiz bo'ladimi? Bu yerda aytmoqchi bo'lganim imkoniyat juda ham ko'p и hali beri tugamaydi. Meni ismim Qidirniyaz, Qoraqalpoqdanman, Nukusdaman. 2017dan beri Toshkentda yashayman. Nukusda Qoraqalpoq davlat universitetida o'qiganman. Iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha. Yoshim 40 ta. Oxirgi 3-4 oy bo'ldi. Mana shu Amerikada tracking sohasida o'rganib, o'qib, ishlashni boshladim. Hozir 2 oydan oshiq ishga kirganman tracking kompaniyaga. Как updater bo'lib ishlayapman hozir. Updaterning asosiy vazifalari nimalardan iborat? Bizga shu haqida qisqacha ma'lumot bera olasizmi? Updater основной ish o'sha driver bilan muloqotda bo'lib, nima vaziyat bo'layotganini brokerga xabar berib turish. Brokerga и dispetcherga xabar berib turish kerak. O'sha o'z vaqtida kelishini ta'minlash, agar yo'lda misol uchun mashinasi buziladimi yo boshqa muammo bo'ladimi, o'shalarni hal qilishga yordam berish kerak bo'ladi. Updater ishi, основной ishi bu o'sha driverda holatidan xabardor bo'lib, broker bilan dispetcherni xabardor qilib turadi. Kurslarimiz haqida o'zingizni qisqacha fikringizni bildira olasizmi? Ya'ni bizning kurslarimiz orqali ish topa oldingizmi yoki bo'lmasam qanday sizga yordam berdi bizning kurslar? Kurs haqida aytadigan bo'lsam, o'zi gap ochig'i o'sha tracking sohasi bo'yicha men ish qidirganimda, boshida qiziqib boshlaganimda, ish qidirganimda ko'pchilik joyda experience talab qilingan. Lekin men experience'im bo'lmagani uchun u ishga qanaqa kiraman, u meni oladimi, olmaydimi, o'shani men katta vopros bo'lgan. Keyin sizlarning kursinglar o'sha internetdan chiqdi, o'shandan уже menda motivatsiya boshlangan. Bo'ldi, mana bu kursni o'qisam, xudo xolasa, keyinchalik ishga joylashishimga уже menda umid paydo bo'ldi menda. Keyin kurs boshlandi. Ungacha men endi bekor o'tirganim yo'q. Ungacha men o'sha YouTube'larda, internetda o'sha tracking bo'yicha ko'pchilik narsani o'zim ham qiziqib o'qib ko'rganman, izlanganman. И потом kurs boshlanganidan keyin kurs 2 oydan 3 oygacha cho'ziladi degan bizga oldindan aytilgan. Kamida 2 oy, даже 3 oygacha cho'ziladi degan. Mana shu davr mobaynida kurs bo'ladi degan. И men bu 2-3 oyni bekor vaqt o'tkazmasdan parallelni ish qidirganman o'zim. O'sha qatdan ish topsa bo'ladi Telegramda, potom headhunterlarda, hamma joyda tracking kompaniyalar qanaqa vakansiyalar bor, o'shani qiziqib qarab, ko'pchilik joyga rezyumem jo'natganman. Hammasi ham emas, endi to'g'ri, bir xillari chaqirgan intervyuga, bir 3 ta 4 ta joyga intervyuga borganman. 2 ta joydan intervyudan o'tganman. O'sha ikkinchisini men tanlaganman. Ikkalasida ham как бы boshida по-любому updaterlikka ishga oladi. O'sha updater bo'lib ishga kirganman. Onlayn ta'lim olish siz uchun qulayliklardan iborat bo'ldimi yoki qiyinchiliklar tug'dirdimi? Platformada zo'r joylari, o'sha savollar berilgan, как бы testovoy qilingan, ekzamen qilingan. Men shu bilan даже tushungan narsani hali ham podkrepit qilsa bo'ladi. Hech qanaqa qiyinchiligi bo'lgani yo'q. Naоборот, plus tomoni bo'ldi. No, еще hali ham ulучшать qiladigan joylari bor. Ulучшать qiladigan qanaqa demoqchiman? Faqat onlayn ko'ravermasdan praktikada ham ishlasa yaxshi bo'ladi. Misol uchun aytmoqchi bo'lganim, endi u ozgina o'ziga yarasha nyuanslari ham bor. Nima demoqchiman? Misol uchun hamma ham Toshkentda emas. Sizlarning ofisinglar Toshkentda joylashgan. Viloyatdagilar agar imkoni bo'lsa kelsa, misol uchun haftaga birmi yoki oyiga bir martami, ну, чем чаще, тем лучше degandek o'sha chaqirib, o'sha
nima narsalar o'rgandinglar platformadan, o'sha o'rgangan narsalar bo'yicha savol javob qilib tushunmagan joylari bormi, kerak bo'lsa misol uchun mana bu dispetcherni ish o'rni, mana bu kompyuter, mana bu yerda mana programmalar qilib как бы живую praktika ham qilsa, menimcha yana ham yaxshi bo'ladi. Sizni ingliz darajangiz qanaqa? Nima deb o'ylaysiz? Logistika kompaniyalariga kirish uchun qanaqa darajada bo'lishi kerak? В основном fundament o'sha litseyimizda bo'lgan. Полностью bizlar darslar ingliz tilida o'rgatilgan. Hamma o'sha matematika, ximiya, biologiya, fizika hammasini ingliz tilida o'rganganmiz. Shuning uchun menda fundament oldindan bo'lgan. No, baribir ham endi ishlagan ishlarim ingliz tili bilan bog'liq bo'lmagani uchun menda как бы praktika bo'lmagan. O'shaning sababidan speaking, listeninglar sal уже tushib ketgan darajasi. No, men o'zim endi har kuni bo'lmasa ham tez-tezdan o'sha videolar ko'rardim, kitoblar o'qirdim ingliz tilida. Bir marta даже 2012-yildan 2013-yilgacha Yujniy Koreyalik odam bilan ishlaganman, как бы yordamchisi bo'lib, u bilan постоянно angliskiy gaplashardik bizlar. O'sha 1 yil davomida o'shanda ozgina ingliz tilim yana joyiga kelgan. Undan keyin yana ishlatmaganim uchun в основном hozir speakingdan qiynalyapman, gap ochig'i. Lekin o'shaning ustida ishlayapman. Speaking ustida ishlayapman. Listening ham xudoga shukr yaxshi. Hozir уже driverlar bilan ham gaplashib, ularni ham baribir ularni ingliz tili boshqacha bo'ladi. O'sha ularni ham ingliz tilini tushunish daraja nimasi o'rganyapman. Ingliz tilidan qanaqa darajada bo'lish kerak bu sohaga kirish uchun baribir ham ozgina bilish kerak. Nolvoy angliyskiy bilan bu ishda ishlash umuman iloji yo'q, chunki hamma o'sha ishlaydigan sizni odamlaringiz hammasi ingliz tilida gaplashadi, ingliz tilida tushunadi. Хотя бы там A1, A2 iloji bo'lsa B1 darajada bo'lsa, ozgina ingliz uroveni bo'lsa, o'sha bilan sekin ishni boshlasa bo'ladi. No, u ham qaysi sfera bo'yicha trackingda har xil sferalar bor, tam dispatching, safety, fleet, recruiter. Misol uchun recruiting, safetylarda ingliz tili unaqa zo'r bo'lishi kerak u sferalarda. Boshida misol uchun update yoki accounting, fleetlarda ozgina ingliz tili bilan sekin ishni boshlab, dальше уже kuchaytirsa bo'ladi. Juda ham yaxshi. Sizga nima motivatsiya beradi? Misol uchun ishni tashlab ketgan paytlaringiz bo'ladimi? O'sha boshida updater bo'lib ishga kirganimda bu qiyin bo'lgan endi. Yangi narsani o'rganish doim qiyin bo'ladi-ku. Qiyin bo'lgan. Endi ishni tashlab ketish emas, lekin o'zi to'g'ri qilyapmanmi, noto'g'ri qilyapmanmi degan savol bo'lgan menda. Bu sferada ishlash kerakmi yo kerak emasmi? Shunaqa savollar bo'lgan, lekin ularga ham yengib o'tib, dальше уже ishlayapmiz. Siz logistika kompaniyalariga borganingizda kutilmagan savollar bo'ldimi? Misol uchun bizning maktabimiz sizga CV tayyorlashda yoki bo'lmasam intervyuga qanaqa tayyorlashda yordam berishdimi? MBA tracking kursi endi boshlanayotgan paytda vaqt bekor ketirmasdan men o'zim ish qidirishni boshlaganman. O'sha ko'pchilik tracking kompaniyaga CV jo'natganman. Endi u paytda bizga hali CV bo'yicha darslik o'tilmagan edi. Men o'zim o'sha boshqa joylarda CV qanaqa ishlansa, men shunaqa qilib, o'zim haqqimda, meni ish tajribam haqqimda, men shunaqa narsalarga to'ldirib jo'natganman ko'pchilik joylarga. Intervyuga chaqirishgan. Intervyuga borganman. Boyaga aytganda o'sha 3 ta 4 ta joyga intervyuga borganman. Ikkitasi ishga olgan. Intervyuda unaqa kutilmagan savol bo'ldi deb ayta olmayman. Ko'pchiligi o'sha hamma joyda, men borgan joylar ko'pchiligida o'sha nimani birinchi gal o'sha tracking qanaqa o'zi Amerikada shtatlar bo'yicha, time zone bo'yicha qanaqa mashinani
traklarni qanaqa vidlari bor, o'sha bo'yicha savollar bo'lgan. Bizni maktabda endi o'qimoqchi bo'lgan studentlarga qanaqa maslahatlaringizni bergan bo'lardingiz? Endi bu sohaga kirmoqchi bo'lgan studentlarga mani maslahatim, men o'zimda ham shunaqa bo'lgan, nima uchun men tracking именно Amerikadagi tracking sferasiga qaror qilganman bu sferada ishlashni. Chunki Amerika hozir endi Xitoydan keyingi ikkinchi ekonomika dunyodagi, ekonomikasi juda ham kuchli davlat. Shuning uchun ularda birinchi mana shu meni motivatsiya qilgan. Ekonomikasi kuchli bo'lgani uchun само собой logistikasi ham всегда будет talabga muhtoj bo'ladi. O'shaning uchun bu yerda aytmoqchi bo'lganim imkoniyat juda ham ko'p. Hali beri tugamaydi.